Assalomu alaykum. Shuhrat Jo'rayev kimyodan milliy sertifikat to'plamining yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Birinchi savolda nima deyapti? Natriy tuzi bor ekan, X O4. Natriy tuzining tarkibida X metal emas, kalsiyumdan qanday birikma hosil qiladi deyapti. Buni qanday aniqlaymiz desak, qarang. Bu yerda kislorodning oksidan darajasi -2, natriyning oksidan darajasi +1. Umumiy bo'ladi +1 3 ga ko'paytiramiz, +3 bo'ladi. Buniki esa -8 bo'ladi. O'z-o'zidan minus bilan plyuslar soni tenglash uchun yana +3 ga mana bu +5 ni qo'shadigan bo'lsak, +8 bo'ladi. Bu tomon -8. Demak, x imizning oksidlanish darajasi +5 ekan. +5 bo'lsa x oksidlanish darajasi bu qaysilari bo'lishi mumkin desa, masalan 5-guruhda joylashgan bo'lishi mumkin. Misol uchun fosfor, azot metallari bo'lishi mumkin. Endi kalsiy bilan birikmasi. Masalan, kalsiy bilan fosfat yoki kalsiy nitrit. Kalsiy nitrit. Shunda mana bu fosfor yoki azotlar mana bu 3 oksidan variantlikda nima qiladi? Bu esa 2 variantlikda nima qiladi? Demak, 3 bu tomonga tushadi, 2 bu tomonga tushadi. Bu ham xuddi shunday. Bu 3 variant, bu 2 variant. Bunda 3, bu tomon 2. Demak, umumiy ko'rinishda ekan kalsiy 3 x 2. To'g'ri javob bo'lyapti bizda to'g'ri javob C bo'lyapti. Demak, kalsiy 3 x dan 2 dan.